Hey, mana benim mehmon keldi. Tag'in qachib bo'libmansiz? Siz uchun bugun mush amroq mashinamda bir kun mulozimat qilamiz. Marhamat. Shunda oldu. Hey! Bizning moda iqlim xonishi Odila Sidiq. Yaxshi bilan qarshi ketgansa. Ha, mana. Mashina ishidami? Ha? Ajoyib bo'lamdi ekan. Shigrab chiqqanman hozir. Tushunib qo'yibsiz a? Ha, naqsh etgan o'pkam tushib qoldi. Hadi pul toptirib qo'yaylik a. Mana ekan qog'ozlar. Ay, shunda yaxshi bir odat yetildiryapsiz. Davomli chiniqib turamsiz. Qayrg'anda. Voy Odila. Apli deyman. Odila 18 yosh bu. Ammanli ko'rdingmi? Odila tantish chiqdi. Ha? Yoshi bor ekan bu. Voy, men 20 ga endi kirmas, siz shu 18 kirgansiz-da. Endi sizlarning bir maqsadinglar bor bo'lgan ha. Bugun yoshni oshkorlaymiz. Ish qilib bizniki barliq maxfiyatliklar balki endi ochiq bo'lib ketadi deb o'ylayman. Yo, bundan karim yo'q, nega ko'rmas. Ne, yo'q, siz nega bozorga bormadingiz bu? Bozorga boramsizlar? Mayli, siz nega borgingiz bo'lsa danga bo'ldi. Bozorga boraylik. Yaqinda kuzlik kiyim-kechak bu narsalarni olmoqchidim. Qishliq. Shuma bulamda bo'lmamdimi u? Voy, akam men yerdan qulay qishliqmi deylar? Qishliq, kuzlik. Nur olmoqchiman? Yo, nur kiymayman men. Ha. Palto kiymanki, tog'ani kiysam kiymanki nur kiymayman. Sizlarning paranglarni men naqshar qilib bilib o'tayapman. Chaqirmanda. Oh, mana. To'q. Ey! Mana shuni anglasam ish qilib Odila. O'zimni sal bosamay qilmadimmi, to'g'ri tushunolmagan ha? Voy, xiyol qilib ketdi Odila endi. Bahorni eslatib o'xshaydi. Odila! Nima deysiz, nasibmen olib qag'at. Suyunchilarimiz baba. Bo'ldi, qanday yo'qotilasizlar? Apolti men o'ylasam bo'lmaydi. Shiyiga oparma bo'ldi. Endi son shunab berma bo'ldi. Sabda? Ha? Kelgaysan noz bilan birga kuylarda bahor. Kelgaysan noz bilan birga kuylarda bahor. Ko'klamdagi tamcha yomg'ir zamzam suyidek. Chunki har tamcha yomg'irda bir dona bahor. Shu'g'ani bahor deb bizni. Chunki har tamcha yomg'irda bir dona bahor. Bu yerga qo'ydi. Baharın yangram sazı, üzülmegeyin ağası. Bu defa baharın yangram sazı, üzülmegeyin ağası. Baharın yangram sazı, üzülmegeyin ağası. Baharın yangram sazı, üzülmegeyin ağası. Shunda fayz bo'ldi Odila. Naq maydonni anglaydi ekan. Ha, qish kelsa bahorning naqsini ajab fayz bo'ldi ekan. Biz ashta qish kelganda bahorda, bahor kelganda qorda. Shuni deb, uni deb mana qishni akilib oldik, ha. Bas, yo'ldagi daraxtlarni yeshildan sarg'ishdan yo'pirmoq yo'qolib aka oldik, ha. Qor yog'madi degan bilan kuz uzoq bo'ldi-ya. Shu. Ham yana unimi qornim yog'dirib olamiz, o'ng'ichi qor yoqqanda bir chiqmas.
Endi men zavod emas, ijodiyat. 3 kundir ijodiyat qilgan. Lekin ijodiyatlaringiz bakpaysiz. Baringizni qilsangiz shundaq ku. Uzoq vaqt qildim. Qarnim o'ylab qo'ying, ha, undaq qilmayman. Ko'ngli kelib qolamiz. 4 faslning hammani o'ylama bo'ldi. Ha, Adila. Mas davanga boraylik, davanda bir Changloyan tarafda bir beliq sotadigan bir do'kon bor. Nima? Beliqni polog'is bergan beliq. Mana chiniqyapti emasmi ku? Shu quvvatlik bunda qiliqqa. Qayda Beliq qilgan? pishirib polog'is degan ko'rganman. Endi sallish ketdi. Bo'pti endi. Sallashmamku? Yo'q. Siz Qaysi tabiiy chiqish shu endi. Ammo sallab ketib bu yoqda Adila bilan. Mehmonlarni uyida. Mehmonlar. To'g'ri, hurmat uchun. Endi siz beliq pishirib polog'is degan ko'rganman. Am siz dedingiz yangi oshqon bo'lsa dedik ku hozir. Qamoq turlari, ijodiyatlar ajoyib bo'lib ketdi. Qon madaniyat. Kirasandan boshlab men desa jo'lay bu naqshasisin. Bahor yetamdim menamda. Kishni yetayamdi bo'ldi. Siz nemisiniz aytib. Adilardan riyosatchilik bermasiz aka endi. Men o'tirib hozir boshlaydi. Bo'ldi men naqsh olayamdi. Modiqim nimasi deysizlar? Naqshi Bayzodis. Bugun endi bozorga borma deb qolmasa-da, odatda mushta bozorga chiqib olgan gapni to'rdim olamsiz. Qaysini diqqat qilasiz? To'rdim olma. Ben iqtisod boshqarish bek usta deb o'ylayman. Shu kezda so'qaman. Yo'q, men gumatda kezda so'qaman. Mantra? Gumatda, filologiya. Men Qaysi maktab Shinjonda shu? Shinjon universitetida. O'tirib mujiyatda endi onlayn endi. Amma sizning naqshi ijodiyat deb biladi deb o'ylayman endi. Adilardan men bilan tanqid qiladi. Vaqtini bermaydi. Men bilan tanqid qildingiz hadi. Ikkala oldin kelib kutadi. Hozirda turib ikkimiz tanqid qilamiz. Hey, adab degani chalamiz shundami? Tamashini aydiya. Almashtirib aydiya. Endi almashtirib aytib qoldi Adila. Uzem yalnız, üzem bahar, üzem yaz. Üzem bahar, üzem yaz. Üzem bağlan, üzem tuprağı koyup yürüyüşedim. Neyim? Ben Şincan Üniversitesi'ni okuyan 2018'inci bitirdim. 2018'inci yıl başında 3 yıl humanitar kesibini, 12 yıl hanzılı kesibini, Aşta ügen dokanda bizden olsan karar, o karar okuğucudan şundak bir turşu demedi. Alayda okuyucular şundan mı? Anikin biz 2008 bitirip 2009 yılı ben Turpan üzümçilik yasıga Hatta Turpan bağdınız mı? Bizim yurtlar işlediniz mi? Üzümçilik yurtlar işleyken Son u yerde 2015 yılgacha şu yerde ştat bilan şu yerde işledim yazıda. Endi u to'g'risida gap qilsak, bahchi qiziqchilik gaplar bo'lkisidi. Ben tunji bag'a vaqtimda. Kichkinamsa. Ben tunji bag'a vaqtimda. Qarang, Chiqpancha. Meni Urumchilikdan sahola ketdi deb. Boshqa turbaqa olmay. Unda qilmaydi-ku ular. Bizlarni qilgan, ularni qarab o'tmaydi-ku. Mekilan demaydi-ku, ular aldirab shuni bilan meni yer davrashga chidamliq bexatarlik qurilish ishxonasiga bo'lib qo'ydi. Ben xish bilan kezakni ayiramayman. Meni gaz sotadi. Gaz degan nima bilasiz? Yo'q. Bo'kitamaysiz. Men bo'kitamga oppoq narsaga qarang, shamol chiqib uchib ketadigan, yer ustiga bunda so'lga yo'qlar yeb qo'ymaydi. Necha tonni gazni meni seting deb qoldi. U yer sulib, u shamol chiqasin, voy gazlarim deb yig'lab o'tdagan. Chiqib ketdi 1 kilodan. Yağmur yağısı verip üstüge soyla yop xiyip batkan ular tol boran çıkıdı desina. Ayna qılıp gazlarim setiketdi o'xshigan gazlar. Sumayma ashul qo'llarimdan diqqatla keldim. Adila gaz berma bizga. 1 kilo deb atavasingiz degan ekan men. Muşundaq tişan bilan bir ishki naytdi quloq kesdi. Gurjak bilan quloq kesdi bir ishki xizmat ishim bor qatdi ish qo'shaqmaydi. Ularga yoldirib yurib berangda. Tang to'shib shuna qilib 10 tonna gazni setatdingiz. Mana. Qaytsılamda ziya aynaq dağıtmağı ya boran çıkıdı o yada ya üstünde bir öymede bu soylu uyup bulmasa ne ketime kanda bulurma ne ziyalı olma Allah ama oğlamış şunu bir şeydi zıplayın ma kızan
Onun balısı kalısı olğan ekan. Balısı olğan ekan. Eziyamız tövləbəsin. Ha. Qız idi gəş. Onların gəplərim üçün mən bir şey verib. Sizlarning deb qo'ysangiz bo'ldi. Sizlarning gaplaringiz Shundaq bir xilayliq qiziqchilikda necha yilning qandoq o'tib ketganini bilmay ashta o'tib ketgan. Keyin men o'zim ashani tilda so'zlab Ürümçi ma yerlik özümüzden yerlik tillari ağzımı bize qo'llashmaydigan qo'pol olinadigan bo'lib qoldi. Mana. Saqlamni yaxshiroq so'zlayotgansiz. Yo'q, shunday. Boshda Adila xonimning degan vaqtida qaraganda, unda emas turpaliqlar o'zingiz bildingiz-ku hozir hamda. Ko'z ola. Yo'q, beshida shunda bo'lgandek, uni men o'zim shundan esib qoldim-ku. Beshida shunda ko'z bosqichida keyin ondan voy biz degan hozirgacha mana izlashib deganda qisman ashlarning uyida turib ketdim men oxiri. Ashlar bilan tanpil choy o'ynab, dapanjichi o'ynab. Voy pek ko'ngillik aslimlar va hozirgacha ular o'zining adimi deb bildim. Ma chiqsa, mana Adilaxon chiqdi. Bizniki bizlar bilishdi. Pek sevimli cümleler, bir-birinden sevimli, bir-birinden samimiy, sadda. Ah ko'ngil chiqib meningki eng yoshligimdagi eng oltin qira vaqtlarim ashturpan o'zimchilik go'zal aslimlar o'tdi. Aniki mamtaz yezi qishloqlarda qizi chiniqib degan uchoqlardan yoki baga vaqtda parnik yasash moda ketgan qala. Parnik degan qo'shib ketdimiz, o'g'it deganni to'qining o'g'itlarini degan siz shunda siz buraydigan shu uyga berib yunib tarnib bir haftaga shu buraydi ashunday bo'lib ketgan vaqtlar. Saqqa bir narsa unutib qolganda kes qildingizmi? Va atrofingizga qarama. Yumshab yastikdan kaltiraychi. Mana. Bu yazdiqmi? Yastiqlarimiz ketdi. Mahitini bekrak, bunda tizimiz aqcha. Bizni yastiqlar tutib ochib, ya ketib qoldi shu an. Pek güzel hikoyalarga Adila. Shuni bilan men u yerda Mashikaning maymunlarida kichik mundaqchaq bor. Vesputin birnaga minib u yoqqa. Ash Vesputin minib turib nurg'un naqshlar Vesputin minib yezimchilik yesida. Osh tarafdan ijod qilgan naqshlar, ha? Nafisani, Karvanni, aniki bahar hatta. Bahar. Ha, turpan ijod bo'lgan naqshlar. Dadanga. Bizlar jutmamoqchiga deb qo'yamiz aka. Naqshgandayman. Siz o'zlar turpan nereden? Men turpanniki pichan naisi lamjin yesdim. Üzüm çıktı yedim ha. Lamjin, xando, lükçün, tuyuqlan bizsiz go. Bilmə, singildən tadına qoyan sərlərini, lamponlar yama oxşatdı. Qazın sablarınız ha, geçdi dumanğa. Bana Adila tapallaq bo'ldi hamda. Şunu deyinken adım mine bu kız asıl turpalık gelip geçti. Asıl benim dadam ulculuk. Şunu çak kamrak özem bu. Lekin men Ürümçi tug'ilgan. Ay unda bo'lsa Adila, siz kasbni o'qidingiz. Ondan ay bag'andikin xizmatni qildingiz turpanda. Lekin shu ijodiyat bilan yoki shu muzika, naqshi bilan sizning shug'ullanishib qilishingiz bir turklik rol o'ynagan bir ishlar bormi yo'qmi? Ya tug'mi talantdan tuqya bu endi. Ama tug'ilib naqsh etib. Unda emas, lekin hozir o'ylab baxsam shu menda tug'mi bor ekan. Nimishqa desangiz, kichik vaqtimda dadam mushtasiyyatdan tarbiyalagan meni. Lekin shunda bir xurishimizdan dadam tarbiyalamadi. To'g'ri. Shu kichik vaqtimda shu naqsh etib ko'zimga liqqina yosh elib, shu naqsh chichingning naqshlari bo'lgan bizning kichik vaqtimizda. O'sha ishlarga fandalang degan naqshlar modib ketgan. Shu naqshlarga ko'zimga liq yosh elib degan aytadi ekanman. Hayajandimi? Ta'sirlib yig'layotgan yoshmi yoki odamimiz aytadigan yoshmi deb. Hayajonni ketib, 2 yosh, 3 yosh vaqtlar nima qilgan hayajon deysiz? Shuni demoqchiman hozir. Odamimiz yig'layotgan bo'lganki men otsa aytadi. Mendan yoshmikin debdi buni. Keyin dadam menga bir yurish shu naqsh aytadigan bek yaxshi davalay ham. Yaponning basoni, yambanda, İtalda imkanlarını uzun yıl yıkanmaşık bir qetimda Allah verdi desiniz ha. Falan çukurlar bu tutdu. Şu vaqtlarni şeyli badayman pulni. Ha, işte vaqtlarda dadam shu joyda opamga bir şey apamay, kralga apamay, men pianino apagan shu vaqtda. Ham u vaqtlarda his qilolmayotgansiz, shundoq
shundoq qilish kerakdek majburiyatlarda. Ya hozir selishtirib o'zimizning otamiz bo'lgandan keyin hozir atalar shu vaqtdagi ahvollarimizni selishtirib shu vaqtlarda ham odam opam haqiqatan zo'r kuch chiqarib ekan. O'ylab qo'yma. Kral olmaysiz deb ya'ni. Shun qaraganda men ularni umidini yerga qo'ymabman. Qattiq qo'ymadim. Men qurish ekan deb. Endi men qizimga hozir nima bo'lishini aytsam, u hargiz mening kichik vaqtimdagidek undaq berilib 1 soat, 2 soat undaq quchoqlab undaq Diyanchini quchoqlab undaq o'tirib kunda naqsh etib qilmaydi. Lekin men u chaqda koridorga chiqib qilg'ashni men naqsh etdim. Ani kichik bir o'yinchoq diyanchini realni tashlab qo'yib ketdim. Bir hafta quchoqlabdim men uni. Kech kunduz quchoqlab shunda chelib shuni olar. Ha bu qizimni yaxshi ko'rdi ekan deb appagan shu chaplashgancha men hozirgacha o'tidan nerga ketmay ish qilib kuyib bu kasbni. Cho'nglar aslida mening baxshi qilish niyati yo'q-da. Fulen qilish niyati bor-da. Shunga mening shu davlat ma'muri bo'lib, partiya xizmatini, davlatning ma'murlik xizmatini yaxshi qilib, deydigan bir kichigimdan bir vatanparvarlik ideyani singdirib ketganman. Shunga maktabga kirib shu partiya a'zosi bo'ldim, yaxshi o'qidimcha o'zimcha davolayapman. Davolarni qo'yinglar. Benim maynak bu naqsiyatni boshqa bilmaydigan povash bu. Ashta chaqchaqlanib beramiz. Shundaq biz anglaymiz. Bugun shu ish qasimiz bütün o'zimizniki narsamizdan tashlab o'timiz chumpartincha bugun intayin erkin ozoda. Ha? Nim deganimiz bo'lsa, bizni bir munda hayron qoldiramiz. Shuni ular Şöyle yaxshi o'qiganman mana voy Shinjonlarning oldida mana rahmat juma ey ag'indirim sizlar meni mushaga ey Adilaning olmayki rahmat kelib topdi aslan tash imtihon bergan vaqtimda nomerim Aliyolardan qasi meni o'g'andi Chanjanti 10,000 bo'lgan 10-chi bo'lgan izmaypanda mening shu vaqtdagi nomerimda men shu joyda orzuim bo'yicha Shanxay va Yushuyan yozgan tash yozgandim bu joyda Ching'adan boshqa hamma tash yetishdi nomerim yaxshi chiqqan lekin dadam tuvallarga berib deb xalq yaqin turib deb o'sha qasa qo'ydim o'sha yezingda shundan bu damda o'sha o'qisam yaxshi o'qiydi benim yaxshi bitirib tash bitgan vaqtimda shunday o'shanda yedigan bir bad u shunday o'shanda ham bizning partikomniki maxsus shu üçte yaxshi mesela yaxshi o'qigan oliy maktab o'quvchilariga tushirilgan alayda imtiyoz siyosati. Buningda ko'ngilga imtihon ma'murlik imtihon berdi, imtihon berib natijasini ustidan asli qarab serib belgilik shu chog'da bizning qarorimizda 2018 130 san'atlarni inovatsiyaga Shinjonning har qaysi yerlardagi o'quvchi bolalarni inovatsiya 130 ga kelgan shartda seriblar davlat ma'murligi qabul qilib bizlarni tamom shu tuvallarning eng kapalıq yerlariga chiniqinglar, uzanglar, topilib chiqinglar deb tushirib dedi biz kar yo'q. Shu vaqtda men yaxshi natija bilan ma'murlikka imtihon berib o'tib, shu imtiyozga ega bo'lib, partiya maktabda 3 oy bizni nima qildi? 3 oy chiniqtirib, shu qaytadan siyosiy uyg'unish qildirdi bizni. Qildirgan vaqtda men shu joyda sinf bosh qilib deganza qilmagan ishlaringizni biroz qo'yaman endi Adila unda qilmay. Sinf bosh bo'lgan shu joyda shundoq aktivdim hamda hayron qolarliqchi men Faoliyatchan. Ashunda olib jilqi biza yuchiq tepib jimroq o'tirib olaychi deydiganda emas shu yuchiq vakin deb turganda ash oldimga itilib turgandanda shundoq qilayli vallahi itayli vallahi deb shundan bizning shu vaqtda degan Shinjonning har qaysi yerlaridan kelgan savodoshlarim bor hozirgacha izlashib qo'yib deb shundoq mehrimiz bor bir-birimizga garchi kunni ko'rishib turibsizmi demak men hozir ular qanday olib ketsangiz oldi men partikom idorasida ishlardim Shinjonda qolganlari Shangronglik iz boshliqlar bo'lib ketdi qiraq DJ'larniki shuningdan u bizningki u savodoshlash yomon katta savodoslar u nega borsam shu savodoslar bizning savodoslar bag'libada vaqt shu 2018 ham shularning orasida men bir po'g'ay chiqib qoldi yaxshi ediman deb davlat ma'murligini qaytadan yaqinda ching tutib ishlayamay nusi yo'ldoshim saqchilik biz ikki yerda ajrab turib ketdik qolishib ketdik
Qırsam bu naqshni o'tini o'chirib bulamıqdayman. Kuyab pishib. Şu bo'ldilar balamni boqqashmish, naqshchiligimni qilay deb 2015-yili o'zim istiqbolnoma yozib, kollektivning ma'qulligi asosida shuni bilan istiqbol berib, tupli naqshchi bo'lib ketdim. Onun aldığı mı nakşçı? Onu aldı da. Bir çavak çöğüteyle tamamlar. Bunu çavaklar cık Demek ötür yukarıda biz Adila Hanım'ın bayallarını anlagandan keyin sen şunda oyladın mı? Hemimiz asasen yüzeyki alette Adila'nın bir nakşçı dep oylaydık. Hem icadiyetçi dep oylaydık. Hem baytın belgen bir süpütümüz var. Modiqim xanişi dep ço. Nakşa modiqim nakş xanişi dep. Nakşını evvelsinizle başka bir xaniş yok kaldı. Modiqim lagma xanişi. Demek bana hazır hem de anlagandan keyin hakikaten Adila'nın meyle küçük vaktidan başlap terbiyeleş bolsun, ali mektepçe. Hatta ki onun keyinki xizmat işligiçi bo'lganmış arlıqlardaki bayallarını, hikayelerini anlagandan keyin ekran aldık dostlarımız Adilaga nisbeten yana bir qatam qaytadan bir o'ylanish, qaytadan bir qoyil bo'lish istab qo'zg'aldi deb o'ylayman. Bir chavak chaqam. Bizning shu 80dan keyin tug'ilgan bolalar nurg'un issiq. Biznikilar hamda. Nurg'un issiq so'g'oqlarni boshdan kechirdik. Hammaning bizgiltanka qaqa. Aynan bo'lgan. 6-sinfnimi? Top taratni biz yeymiz. Biz ketgandan keyin yangi binosi. Hamma maktabga. Telefon yo'qdi. Yo'q, u vaqtlarda deganga, u mayli ham lekin bizning nihoyatda go'zal bolaligimiz bo'lib ekan. Shu vaqtlarda telefon yo'qdi, telefon bo'lmagandan keyin biz qo'lim qo'shnilar bolalari bilan yomon katta o'yin yutdik. Yılqı çakırıp koyduğu vaktla şuma. 506 telefon kapıda bitişi. BBC baba. Çanko çakırdı. Görsen bu devirden bilmeysen yine. Oy bizde ama sırtını çıkarttık. Onu göğsün vallahi de. Kılranları var onu. Arka sayrak. Çakastık hepsini çakırıp tutup girişlerimiz var. Telefon kapılap kaytıp kesek çıllap yoyaksak bunda tıllığı olmaydı da. Anladım oturumuz var acaba. Çokum çıraylık yapılışımız gerek nahit ilmi. Mesela kız dostlarımız bizi yoklamak olsak deymiz de futaydı ikisini koyduk da. Kapımay söz kaldırıp koysanız ben sizden belki sevgenden falan bir yerde saklayayım. Del saat mançıda dep hem de. Sen ötük etken bir geplendirsek efendim kapımızsanız bunda gepimiz olur mu? Lekin şu vakta gen del şu vakt barattık da. Vakt karaş işte. Ama yok da uçar gel işki çıktıksa uşmacay var. Onu sıra kullanışımız gerek. Oy bek güzel çağlaya işte. Kiki uçtu kiki. Bunu da degenem hem de benim hazır oylap baksam ben çoğun sahnelergimi qo'rqmay chiqadigan lekin tuvanlargimi tuvan yerlargimi qo'rqmay naqsha etadigan shunday bir sababchi deb o'ylayman o'zim. Nima qilsangiz men partiya maktab o'qiyotgan vaqtimda da shu o'qiyotgan vaqtimdami kunduzi o'qiydim, kechasi naqsha etib pul topatdim. Men o'zim oliy maktabdagi butun transportimni o'zim shu tirishib pul tepib ishlab jo'lar. 550 koy, 30 koydan işlek ettik. Kullandık ettik. Hatta sizin de... Ben izin geldim. Ben bir riyasetçilik Miyav nakşetsiz. Soğuk nakşen etmeysiz. Sizler depçiyor beni. Siz tanışkan nakşe etmem siz de. Laberlemin diyen çıkırıp etken vaxtlarım bu. Adilem bir iş yadım kep kalkıra. Muş vaqtlar bizni men shuna oliy maktab o'qigan vaqtimda riyosachilik uchun kechda men restoranlar berib to'y to'kinlarga yaktalikda riyosachilik qilib pul topay deb shunda esimda bor bir restoran berib riyosachilik qilgan shuni xo'jayin ko'rib bo'ldi atidan boshlab chiqib kelingsiz 100 qo'ydim beray dedi shu vaqt yaxshi 100 qo'ydim oldim shuni bilan hadeb atsi keldimi atsi u boshlab nechoylarni shu restorandagilarni bugun shu riyosatchini baholaymiz deb o'tgan vaqtda shuning bilan men riyosachilikni qilib bo'ldim keyin naqshni aytalamsiz degan rasman naqsh aytalaydim-chu shuning bilan shunda bir model opsoborning bir naqshi bor ekan la 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 shunda yo'qsa qarang chaldigan balaga qilinish pasak bizning diyorimizni deb chaldi bu hada pasak qildi toz chaldi buni toz hamma tushib ketgan bir esam izincha aytibdi Şagan şunun layık hanım bomdu fıkam siz nakş etamaydı kendisi ben yeterdim o çevreti bilsem ben 117 mesela riyasetçi çokum nakş etalayıp nakş etadiganlar çokum riyasetçi to'g'ri men ashunda qilib qilsam o jampancham demini ya ko'ramadimi yo bir amalni ishiltiblam yuqori chaplam shuni bir tayoqday deb ertasidan boshlab riyosatimmi yo'q naqshammi yo'q shuni kam kishat tashlab berib chiqib ketgan Cempami çalamtoz ya ka menma Cempami çalatti bo'ldi shunda bo'lgan
bek ötkür bizning şu davrlarimiz bek güzeldi. Ya biz g'ingshmaydik. Masalan, Siz g'ingshmay yeta olaysiz. Ya, undan emas, men degan oldimizga qiyinchilik duchar qiyinchilik kelgan shu biz qitimiz cho'qim qilib yengib keta olamiz degan manda bir ruh bor. Ruh bor yo'qda. Ha, uning ustiga shundoq ruh bilan chiqib qiyinchiliklarni yengib keldi. Shu chog'dimi men ko'nglim kelgan, jon hajab bir shundoq chiroyli naqsh etib bersam endi Noynayetmidan deb meni chiqirib qanday oldu deb degan. Endi ular ko'rayotganda adil. Shu vaqtlarda naynayetni hozir mush fursatda shuna degim keldi. Hozirmi shundoq ashta yerlarda naqsh etayotgan nurg'un amaliyotda naqshchilar, sizga o'xshash riyosatchilar, sazanda bolalar bor. Hammasi o'ziniki kelgusi orzusi uchun jabhat tatib kurash qilayotgan bolalar. Ular shu jarayonni cho'qim besish kerak. Hatto men bu bosdim. To'g'ri. U siz bosmayman, u mumkin emas. Ular o'zlarining kasbini, o'sha ishlayotgan kasbining boshqalarning shularni hurmatlashini, shularning kasbini hurmatlashini, orzusini hurmatlashini, ular ham o'zini kamsitmay, o'sha yerda texmo bekrak chiniqib chiqishini umid qilman. To'g'ri. Hatto nachiqdim ashunaq iloqi o'ziniki alayligini tepbag'icha, ashunaq ma'o'shash, sizga o'xshash qo'g'landi ketishim mumkin ekan u degan Shunda qilgan vaqtda texim bizga turtki bo'ldi. Agar shu vaqtda odil odamni texim yaxshi bir chiqaydi. Naynay aytmadingiz deb to'xtab aytganda, bir xil naqsh aytish to'xtagan bo'lsa, hozir bunda holat kamaydi-da. Aş dərəcəyə operayıtı lekin. Mən neymiş ki naqş etməm, bu günləri görməm. Mən naqş etmədim bu bana. Şu naqş etmədim. Aş dərəcək bağızıydı, operayıtı şunuz bu kəsbini yaxşı görsünüz, bək boduda kuyduğan bir iş qodu bulmuşsa rəsmi bu kəsbdə aldırab üçün çıxılmaydı. Yəni bəziləri qanday gədirsiniz, aşınağılı boldu qıp qalğan, ço allığı bilməydiğən. Boldu, bügən qosqum toyus boldu, müşbərdi də mini verdigan məğuda müşbərdin mini verdigan naqşçılar var. Lekin mən uçaqda ko'nglimda tükkansan, әргизmi bir kunlik maşimni elib, mən muşunun qanaat qılğan emas. Mən kelgüsdə nurg'un adam meni bildigan naqşçı bo'lishim kerak, tangliq naqşçı bo'lishim kerak. Bu faqat meni chiniqtiradigan maydon degan shunday ko'z qarash bo'lganligi uchun to'xtamay o'zlarim mablag' selib, yangi naqsh chiqib, qadam ilgirlagan. Har qanday sahna deb qaldingiz, ham bizning mashinamizning bir sahnada, ham yana bir naqshga kelvatmisak, bo'lmadi. Yamash degan shu turpan ijod qilgan naqshni birini qo'yatdim. Turpan. Unikini çekken, sazı unikiye yetken, uniki naslangı ketken nefisler. Akortnalar. Tarmın tanısını talakken, yana bir uçunu çekip yürekken, sazı yangri tarab etken nefisler. Nefisler gözümge, Allah salay sözümge, yüzüm yıkıp yüzümge, okşap gitey özümge. Nefisler gözümge, Allah salay sözümge, yüzüm yıkıp yüzümge, okşap gitey özümge. Bilal aksırım güzel Tesla. Yaşasın. Maynak görmez, maynak çıkmaz, maynak görüp, maynak öyküdü de var. Kulluk geldi gel. Eğitiş ters, huzurlanış bekasat. Ha, pek doğru. Kırpallarına seçtiler. Bağırlarını. Boyluklar. Acemge, savri yaktı o kalemge, derdaşı var her alemge, nefisler. Tümlep işk nefisi yazdı, 12'ra düştü yandı, kaçan mukamgı kandı, nefisler. Rahmet.
Oturup kaldınız ha. To'pala o'ylab qoldim men. Naynay aytgan bo'lsam, o'tamaydi. Ha, naynay, mama. Bama naynaylarmi? Naynaylar Hey, bor. naynayni qilmayapman sizlar, ashlar naynay qilmaydi bu qizlar degan ekan. Ko'ngil teketga o'xshaydi. Shuningdek kim naynay yo'q-a? Asosan. Ishlar shu. Mana buning bir asosi bor. Ketkanda Bir yarim joy. Chiqib naynay aytgan kelmaydi. Adil adam naynay aytgan bo'lsa bir isbotida lekin. Naynay aytadigan naqshchilar jiq. Uning ustiga meningdek uslubda naqsh aytilgan naqshchilar sal ozuq qoldi. Shunga men naynay aytib, bir xil Tasavvur yo'q bo'lib qolmasa. Yo'q, undan emas, tolish naq turolmay. Naynayni aytma demaychi-ku hamda. Ya, naynayni ham bek naynay aytolmaydigandek aytishdamaymanga. Bu Nafisani Turpanda shu hissiyotlar kap ijodiyatdan Turpan qildim degansa ilhom tu. Endi yakan deganmi qanday Turpanda gap qolganda bu Nafisaning Yakanda yo'qtirib olgan. Yakandan biz yo'lchimdan to'yga vaqtimda yo'lchimni sayyoga borman desam. Yakanga boqam. Ben qashqa yakanga berib kelaylik. Sayyani berib olsiz deb turgan. Siz shunchaqcha qashqa qilmab, xuddan qashqa bormabchi ekanman. Deymiz buni. Shun siz ashalarni cho'kitib o'yitib kelay deb turgan. Shu vaqtda toza sayyoga kelkin ketgan. Baramdi. Shunga yakanga badi xo'jalarga bas shu chaqda amasaxonniki haykal olgan shu qarab bu kep ketdi. Çok mana bir xil naqsh yozgandekli jo'q. Bashunda bo'lib qoldi ba'zida. Shuni bilan shu o't tutishib ketdi. Lekin qaytib berib vaqtimni to'shdi, dam olish vaqtim bor, lekin xizmat shukutimizda turib ketibdi. Shu yo'qtirib olgan ba'zida uzun vaqt tavlab bu narsani. Nafisa deb shu kildida kallamga yazaychi deb hizlib ketgan narsa. Aynan be ilk bir bilan 500 not bilan yozamsiz bunimi? Ya men 500 not bilan ash kallamda yozib olaman. Odatda men de biroq tang chiqadi musiqa bilan, melodiyasi bilan naqsh teksti tang chiqadi ishimda. 5 ma'ni, 10 ma'ni qilmaychi. Ha. Sal oldigan farqlanib qolish mumkin lekin hozir bo'lib ma'zi tang chiqaman. Olma. Melodiyasi kallamda va teksti qog'ozda bada. O melodiya bir keldi, ikkinchi unutilib qolmaydi. Ya. Qat'iy unutilib qolmaydi. Taqim pishqilib qoldi, o'zini pishqilib qoldi. Endi deyman-ku, endi hozir ikki ballaq bo'lgandan keyin asli tutish qobiliyatlar tuvallab shu qonun qizlar shunda alomatlar bo'ldi ekan-ku. Uning ustiga ikki operatsiya qilib olgan mamma ayolning narkozning ta'siri bek ig'ir bo'lib ketdi. Bu mumkin desam yo'q-ya, mana tutib olsangiz mana. Men chiniqib turman. Men o'zinishni tashlab qo'ymadim. Men qaytdim imtihon berdim. Unda imtihon? Ma chanrunga qoldi. Voy, san'at maktabga bir orzuyim bor deymiz, san'at o'qiydigan-chu men. Sinjan universitetida ekan. Shu qarsam bolalarimni biza boshlang'ich maktabda o'qib biza qo'ldan chiqib qolibdi. Shu ashlar bilan tang o'qaychi san'at maktabga yaqin savodashib o'qalaydi ekanmiz. Jirong deb imtihon berdim yaqinda. Men chiqib har yili o'zimga bir tug'ilgan kunlik sovg'a beraman. Masalan, o sovg'a bir kiyim undaq narsa emas. Yoki bir unvon emas. Yoki bir unvon, yoki bir hunar, yoki bir ashnaq imtihondan o'tgandamda ashnaq bir hayotimga bir o'zimni bir burilish, hayotimga bir burilish olib kelgan bir ashundaq bir planlab turib Wow, yaxshi plan ekan deyman bu. Tunji anglashimchi mening bunda planni. Endi men uzun yillik plan tuzib olmayman. Bir yillik. Qisqa. Ha. Masalan, ba'zi bir planlarim masalan imtihonda o'tdim, bu daq planimda 2,5 yilda bitirdi ekanman. Imkoni. Yuqorni modeldan o'tdim qachon. Voy, tag'natiz chiqmadi deb berdim men musiqa ma'rifidan. Cho'qim kitob ko'rib bir nimani o'rganib turmasak qalimiz rassiz degandek ishlar unutilgan bo'lib qoldi ekan. Lekin siz unutilmabsiz. Men shunga obat suolni qistirib qo'yganim shu. Demak, biz sizniki masalan do'yim funksiyalaringiz emasmi? Qarab qo'ymiz. Ha, o'tkir shundoq ko'zakili bolalar bilan yili ish qilib har xil energiyalik mazmunlarni chiqarib
muacizetlerge yetişsiz çok qarab qalmaz işte. Hamma yetishadigan odamlar ham deb ha. Men aralashtirib olmayman birisi-birisiga. Masalan, sahnada chiqib naqsh aytgan xizmat qilayotgan vaqtlarda ballamni, o'ylarimni kallam kirgizib, unda jiddiylashib olmayman. Hamma ishlarni tartibda topshirilgan odamlar pakis topshirib yutib chiqqan bitta vujudim bilan naqshning ishlarini qilmay kasbimni. Aniki öy kirgan ekan naqshamning ishini balarimning ishiga aralashtirib olmayman. Bitta vujudim bilan o'zimning naqshligimni unutib anib ketaman. Qaynopamning oldida bitta vujudim bilan kelin o'qishtiman. Opam dadamning oldida qiz o'qishtiman. Yo'ldoshimning oldida ayol o'qishtiman. Ashunda qilaqay. Hammasini tanishib, ret-ret har xil javsa deb qo'ymiz yo'q nimaga kiralayman ichiga. Bo'lmasa pek charchab ketgan bir-birisiga elashtirib olsa. Degan qaysi javsa bilan chiqdingiz? Shu Malik Bektur'un do'sti. Ağaynımız da, Adilla. Ağaynımız var. Shuna qilib bazag'im kelay deb qoldik. Bazog'im kelay deb qoldik, lekin naqshingiz to'shmadi. Naqshingizni anglaymiz dedi. Topshiriq bor dedi. Topshiriq xeyli bor deyman. Topshiriq xeyli bor masalan. Bugun Adila bilan ko'rishni plan qilyapti-ku. Çemberge qarsam şunda qiziqarliq bir mazmun chiqarib qo'yibdi qara. Nima? Nima bir palakdan tushgan min xamakning bir misrog'i. Ha, men ko'rdim. Ha, nim debdi, ashunaq deb tarjima qildim-ku men. Ishqilib bir qizi bagashga o'xshaydi. Bir qizi chulayla liang butonda fingeri niyordapman. Qarab, men shuni o'ylayman. Bir palakga o'xshamaydigan 5 xamak deganga o'xshashganda, men dedimda bizniki 8 xamak va o'xshamaydigan desam. Ko'lis. Demak, ikki qizingizmi? Nimasi o'xshamaydigan o'xshaydi, mijozi. Qaysi sizni bakrak tortdi? Cho'ng tatib. Cho'ng tortdimi? Kichik dadasini. Kichik singlimni tatib qolgan o'xshaydi. Ha. Qanday ikkisi? Cho'ng sal qalaymiqan ko'rdingiz rasmni. Shkafni ko'rdim. Maqtabli tiqib. A kichigi ratlaplavarda hamma rasmni qatlab, cho'ng deb ham tova bir qo'saqdan hech kim deb chiqargan tovarchi. Bugun shuni ko'rib bak kulibdi, mana shu chuqum deyma deganda hozir naql keldi. Adilla Qanimning bugungi shu aytgan so'zlardan yana biri rostchilik bilan samimiylik bilan o Adilla qalbingizni ilgirlagan oldi yana bir qatim tundim qara. Nurg'ulgan cho'ponlarimiz, san'atkorlarimiz bor, lekin o'zidagi haqiqiy gapni yoki haqiqiy ishlarni aytishni ba'zilari yaxshi ko'rdi-yu, lekin go'shirib qolganlar bor. Bog'basan aytib. Adilla bugun ish qilib rostna aytdi, yaxshi biz bilan xushchaqchaq bo'lgan ishlarning hammani ta'tilmay bizga davadi-ku. Necha millionlagan tomoshabinlarimiz bor oldimizda. Bizmi xijil olmayl naqshlarni talab qilayverdi. Yana birini qilayli. Yana birini qilamiz. Qo'mbam chiqib shu naqshaga tushliq atgan bo'g'aydi qo'mbona. Ha? Yana birini talab qo'yaysiz. Mana shu faoliyatlar qatnashtirsa mashta qilsin. Adilla kichkina tushkilma desa yana birini qo'shib oladi. Adilla desa. Az uchinchisi kaptoq. Solga burilsak kap qolganmiz, anglab bilib biroq kerak. Albatta. 13 yil bo'ldi mana shu. Oho. Tunji naqshingiz o'tib so'raysiz, qaysida? Qo'mbavasan deb turdi. Uni aytibman. Majnunda. Uni ma'lumanda? Da, g'irib sanam bilariyada bir naqsh aytgan, juda mavada programlar batya. Ahmu apaqlanır durma, dilinde birden durma, derdinge dermanı durma, şuurumda kemsanı durma, gitlerini sorayman her yaşamalı, gözyaşlarını sorasam mı, simsim yağmurun ya. Tamam, sağ ol. Ayalım bilen. Sağ olun.